Homiladorlik testida ikkita polosga chiqib, hayz kelib qolishi nimada? Birinchidan, sizda homila bo'lib bachadonga yopishayotgan holatlarda ham surkaluvchi qonli yoki jigarrang ajinmalar kelishi mumkin. Bu hayz hisoblanmaydi. Keyingisi, agar sizda homila bo'lib tushib qolayotgan yoki biokimyoviy homiladorlik deymiz. Shunaqa bo'lgan holatlarda ham testda chiqadi, lekin bachadonga yopisha olmaydigan holatlarda bachadondan tushib ketadi, keyin hayz kelib qoladi. Agar shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, siz albatta ultratovush tekshiruvi hamda qonda Hg gormoni topshirishingiz kerak. Qonda Hg gormoni sizda homila bo'ldimi yoki bo'lmadimi, o'shani ko'rsatib beradi. Keyingisi, homiladorlik bo'lmasa ham ba'zi holatlarda testda chiqishi. Bu ba'zi ayollarimizda ovulyatsiya vaqtida noto'g'ri qilib qo'yganda, ovulyatsiya vaqtida xira chiqish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu ovulyatsiyani ta'minlovchi Lg va Hg gormonlarning bir-biriga o'xshashligi holatlarida kuzatilishi mumkin. Keyingisi, bepushtlik bilan shug'ullanganimizda biz ko'pincha Hg gormonini beramiz ovulyatsiya qilish uchun. Shuning uchun shunaqa ayollarda ba'zilarida testda chiqib, keyin chiqmay qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Yoki juda ham ko'p holatlarda testi yaroqsiz bo'lgan holatlarda shunaqa holat kuzatiladi. Agarda sizda testda ikkita polosga chiqadigan bo'lsa yoki xira bo'ladigan bo'lsa, uni qaytadan qilib ko'ring. Hayzingiz keladigan kun va testingiz nisbatan tiniqlashini kuting. Shunda sizda ultratovush tekshiruvida homila aniqlanishi mumkin.